Mana sizlarga sistema, sxema, pul ishlashning oddiy yo'li. 2 oy men aytganday qilib, 1 oyda 400-500 dollar pul ishlay olasiz bemalol. Ko'paytirib, bu yerdan foyda olib chorva qilaman. Ana shunday qilib moliyaviy erkinlik deydi. Moliyaviy erkinlikka chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, yaxshilar, assalomu alaykum. Charchamaysizlarmi? Qanaqasizlar? Trading bu kazino. 100% ishonch bilan ayta olaman. Bu meni fikrim. Fikrimga qo'shilmasliklaring mumkin. Undan oldingi videorolikda kazinoga o'xshash deganimda tushunmaysan, bilmaysan, aralashma, nima qilma, ko'p gapirma, o'rganish kerak deb aytishdi. Kommentga yozgan ekan kimdir. Undan keyin 1 oy davomida, o'zi undan oldin 2 oy o'rgangandim. Internetda nimanidir tushunaman. Rus tili, ingliz tilidan ma'lumotim bor, ma'lumotlarni qabul qila olaman. Shuni hisobiga 2 oy davomida o'rgandim. Bu 2 oydan keyin videorolik chiqardim. Bo'ldi, zo'r bo'ladi, xudo xolasa o'rgandek, yaxshi bo'ladi deb. Keyin nima bo'ldi? Keyin o'zimiz indikator ishlab chiqazdik. Indikatorda Telegram kanalda ko'rsatdim. Mana indikatorimiz, o'rgangan narsalarim bo'yicha indikator bor. Strategiya har qancha sinab ko'ramiz, ishlaymiz deb. 500 dollar pulni uje kirgizib bo'ldim. Ya'ni yo'qotib bo'ldim. Qanday qilib? To'g'ri, katta xavf ostidagi yelkalar bilan ishlashni boshladik biz. Strategiyamiz shunaqa edi va o'rganishga, ishlashga harakat qildim. Mana shu oxirgi 1 oy emas, hozir aniq vaqtini ko'rib aytaman. Mana shu payt boshlagan bo'lsak, oktyabr 28-da uje ishlashni boshlaganman. Bugun 15. Где-то 20 kunlar. 20 kunlardan beri ishlayapmiz, o'rganyapmiz. Nima tushunib yetdim? 100% kazino, joyi kelsa, kazinoda pul ishlash imkoniyati ko'proq. Asl trading bu nima? Asl trading o'sha switchlar tepadan pastga qarab o'ynaydi. O'sha payti pul ishlashga harakat qilasiz. Katta yelkalar bilan ishlash mumkin, uzoq muddatli, qisqa muddatli trading bor, boshqa, lekin hammasi, yana bir marta aytyapman, trading. Hamma trading klassический, bu kazino. Tradingdan ko'ra ishonchliroq kazinoga kirib, nimanidir tushunib ishlasangiz, pul ishlash imkoniyatingiz ko'proq. Nimaga? Tradingda ham, kazinoda ham o'sha ludomaniya degan narsa bor. Kirib ketasiz. Menda nima psixologik tomondan, o'ylov tomonidan, ma'lumot yig'ish tomonidan imkoniyatim ko'proq. Imkoniyat deganda qanday? Menda o'sha 15 yildan beri internetda yurganim hisobiga 15 yildan beri tajribam bor. 14,5 yil, 13,5 yil. Shunda ham mana 3 oy to'g'ri, katta muddat emas. 3 oy, hozir 4-oy ketyapti uje. 4-oy uje trading bilan ishlayman, foydalanaman, tradingdan foyda qilaman deb harakat qilganimga ko'p ketmadi vaqt. 500 dollargina yo'qotdim. Bu ham katta pul emas. Kirib turib, ishlab turib 10 ming, 15 ming dollar yo'qotgandan keyin nima qilganlar ham bor, nima? Tushunib yetganlar, qaytib kirmayman deganlar bor. 10 ming, 15 ming dollar yo'qotayotganlar juda ham ko'p. Juda ko'p. Qarang, onlayn bo'ladimi, offlayn bo'ladimi? Любой tradingni o'rgataman, millionlar ishlaysiz degan maktabga kirib boringda, qani o'quvchilaring, undan oldingi o'quvchilaringni millionlar ishlayotganini ko'rsat deb ayting. Pul to'langan yoki yolg'ondan videorolik qilib, qanaqadir odzivlarni yig'ib olgan bo'lishi mumkin, lekin realni ishlayotgan odamni ko'rsatmaydi. Sabab realni millionlar ishlash uchun sizda milliard bo'lishi kerak tradingda. Investitsiya orqali qilishingiz mumkin. Trading o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu meni shaxsiy fikrim. Lutchi o'rganmang. Men katta opit bilan balki qila olmagandirman, balki meni qo'limdan kelmagandir, lekin o'xshamadi. O'xshamadi emas, orqaga qaytish kerak emas. Dabiyat qilish kerak, harakat qilish kerak deb turib, kirib ketgandan ko'ra, katta pullarni yo'q qilgandan ko'ra, lutchi vaqtida o'zingizni bilib to'xtatganingiz ma'qul. Hozir indikatorda ko'rsataman, qanday qilib ishlaganimizni, nima strategiya asosida ishlaganimizni ko'rsatib beraman sizlarga. Lekin yana bir marta aytyapman, tradingga kirmoqchi bo'lsangiz, kamida 4 ming, 5 ming dollar bilan kiring. 4 ming, 5 ming dollaringizni yo'qotgandan keyin to'xtating. Omadingiz kelib 4 ming, 5 mingni 10 ming dollar qilarsiz. Lekin o'sha 4 ming, 5 ming dollar yo'qotgandan keyin to'xtating. Menda 500 dollardi plan bo'yicha, o'sha 500 dollarni ko'tarish edi. Videoroliklar qildim, boshqa qildim, tayyorladim, lekin olib chiqqanim yo'q. Sabab o'xshamadi. Menda o'xshamadi. Balki meni qo'limdan kelmas, balki men nimanidir tushunmayotgandirman. Lekin menda o'xshamadi. Tashlab bormayman, harakat qilaman, ozgina pul kirgizib turaman, lekin asosiy ma'no, qarang, boshqa joydan ishlagan pulimni tradingga kirgizib yo'qotdim. Pul yo'qotsam yo'qotdim, yo'qotmasam yo'qotmadim deb realni aytadigan, har doim ko'rsatib beradigan joyim bor. Hozir ko'rsatib ham beraman, qanday qilib, nima strategiya bilan pul yo'qotganimni. Qarang. Kompyuterimni ekraniga o'tib olamiz. Mana. O'tdik.
Mana bu TradingView degan sayt. Hamma analiz shu yerda bo'ladi. Ayni vaqtda videorolikni shanba kuni olyapman. Hamma bozor yopiq. To'xtab turibdi, qarang. To'xtab turibdi. Nimalar ishlaydi? Bitcoinlar ishlaydi-ku. Lekin hozircha yopiq. Qanday strategiya bilan ishladik? Men mana o'zim komanda bilan 4-5 ta odam mana bunaqa indikator tayyorladik. To'laqonli bizga kerak narsalarni ko'rsatib bera oladigan indikator tayyorladik. 378 qator kod yozib chiqildi. Mana shu ekraningizda ko'rayotgan hamma kodingiz bittalab yozib chiqilgan. Bu nima beradi? Bu mana добавить в grafik deb yozsak, mana Umid Karimov indikator degan yozib chiqdi. Hozir qo'shiladi. Tashlaymiz. Mana indikatorimiz qo'shildi. Bu sizga sirazi bitta qaraganda bozor qanday holatdaligini ko'rsatib beradi. Oxirgi 1 minut ichida bozor ko'tarilyapti, oxirgi 15 minutda pasayyapti, 1 soat ichida pasayyapti, 4 soat ichida ham pastga qarab ketyapti bozor. Oxirgi 1 minutda ko'tarilishni boshladi. Bu birinchi ko'rsatadigan narsasi. Lokalni mana shu atrofdagi eng baland mana tepada resistant tochkani, pastda support tochkani ko'rsatib beradi. Bu sizga nimaga kerak? Narx mana shuni oralig'ida o'ynaydi. Bozor eng baland nuqta va eng pastki nuqtalarda resistant va support tochkalarida yorib chiqish bilan shug'ullanadi xolos. Boshqa hech qanaqa ish qilmaydi. Любой joyda. Qolgan payt mana o'rtada retest qiladi, bitta urilib ko'radi, ikkita urilib ko'radi-da, o'sha nuqtani yorib o'tishga harakat qiladi. Mana hozir ayni vaqtda eng pastki nuqtamiz mana bu, masalan, support. Undan oldingi pastki nuqta qayerda bo'lgan? Mana. Buncha yerda bo'lgan. O'rtacha qilib ko'rsataylik. Mana bu yerda bo'lgan. Bozor ko'tarilgan, pastga tushgan, pastki nuqtaga yaqinlashgan, yana ko'tarilganda pastki nuqtani yorib o'tib pastga qarab ketgan. Yorib o'tgandan keyin nimadir bo'ladi. Tepa nuqtada ham xuddi shu narsa. Buni globalni olsangiz ham bozorda asosiy nimasi? Ko'rinishi deylik. Bozorning asosiy ko'rinishi 1 soatlikda bu indikatorda olib tashlasam to'g'rilanadi. Xo'p, indikator olib tashaldi. Перезагрузка beraveramiz. Bozorning asosiy qiladigan ishi eng baland va eng pastki nuqtalarni yorib o'tish bilan shug'ullanish bo'ya aytganimdek. Mana любой joyda pastki nuqtani yorib o'tdimi, eng pastki nuqtani, keyin pastga qarab ketadi. Mana pastki nuqta. Bu qancha vaqtdagi? 1 minutdagi, 1 soatlikka qo'yaylik. 1 soatlikda eng baland nuqtani yorib o'tadi. Yo pastga yo tepaga ketadi keyin. Eng pastki nuqtani yorib o'tdi, eng pastki nuqtani mana. Mana shuni yorib o'tgandan keyin bozorda narx o'zgaradi. Qolgan payt faqat yonboshga qarab harakat bo'ladi. Yo pastga yo tepaga. Pastda ham bitta indikator turibdi. Bu sizlarga hozir ma'lumot ko'plik qiladi. Hozir indikatorimiz ochilsin. 1 minutlik qaytib olaylik. Asosiy bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu indikator, mana Umid Karimov indikatori, yana bir marta ko'rsatyapman. Mana shu bozorni eng pastki eng tepa nuqtalarini ko'rsatib beradi. Undan tashqari volume degan narsa bor. Bu bozorda ob'yom. Hozir ayni vaqtdagi ob'yom. Support va resistant tochkalarda mana shu nuqtalarda stop loss va take profit degan narsalar bor. Odamlarning takliflari va talablari. Mana shu tochkada juda ham ko'p taklif va talab bor. Mana shu yerga yetsa men sotaman, mana shu yerga yetsa men olaman degan takliflar bor. O'sha talablarni bajarish bilan shug'ullanadi. Shu yerga yetib taklif va talablarni bajaradi. Taklif kuchliroq bo'lsa pastga ketadi, talab kuchliroq bo'lsa tepaga ketadi. Hozir o'rni almashgan bo'lishi mumkin, lekin asosiy ma'no shu. Tepa nuqtada ham xuddi shunday. Mana resistant tochkani topasiz. Resistant tochka ham xuddi shunday ishlaydi. O'sha tochkaga yetganda yo tepaga yo pastga ketish ehtimoli ko'payadi. Mana shuni topish orqali biz pul ishlashimiz mumkin. Bu yerda RSI bor. Mana o'rtada ikkita EMMA nuqtalari bor. EMMA to'lqinlari deylik, liniyalari. Ana shular borligini hisobiga bozorni osonroq analiz qilishimiz mumkin. EMMA nuqtalari bir-biridan qanchalik uzoq bo'lsa, harakat shunchalik yaxshi. EMMA nuqtalari liniyalari, chiziqlari bir-biriga qanchalik yaqin bo'lsa, yaqinlashishni boshlasa, bozorga kirmay turgan ma'qul. Biz faqat mana shu support va resistant tochkalar bilan ishlab harakat qildik. Pul ishlashga bizda o'xshamadi. Men va meni komandam deylik. Endi boshqa narsani ko'rsatib beraman. Boshqa narsani. Nima uchun kazino deyapman? Nima uchun kazinoda shans ko'proq deyapman? $500 qayerdan ishlab, qayerga tiqqanimni ko'rsatib beraman, eng qizig'i. Qaranglar. Qarangizlar yaxshilar mana. O'tgan safar mana 31-oktyabr kuni ko'rsatganman. Indikatorda to'g'irladik. Bu Telegram kanalimda bo'lyapti. O'sha video tagida mana shu Telegram kanal silkasi bo'ladi. O'zimning Telegram kanalim. YouTube'ga chiqmagan narsalarni Telegram kanalida ko'rsataman. Qo'shimcha pul ishlash narsalari ham bo'ladi, sxemalari. Mana ko'rsatib berganman. Undan keyin mana bu videorolikda 11 million pul bor shotimda. Ana shuni chiqazib olaylik. Sinab ko'raman deb turib, yana bitta narsani ko'rsatib berganman. Telegram kanalidagilar biladi. 11 million pul qani? 11 million puldan 5 millioni o'zi chiqib ketdi. Mana 6,5 million qolgan.
500 dollar, 5 million emas, 6,5 million уже chiqazib olib, bu yoqqa kirgizib yubordim. Bu yoqdan chiqazdim. Bu yoqda ishlagan pulimni chiqazdim-da, bu yoqqa tiqdim. Bu ajoyib. Kazinoda pul ishlab olayapman-da, tradingda yo'qotyapman. Shuning uchun kazinoga yaqin emas, kazinodan yomonroq даже. Sabab, kazinoda siz bilasiz, bu laxatron bo'lishi mumkin. Kazino laxatron, toza. Tradingni odamlar mana bunday ko'tarib, trading zo'r, tradingdan vafshi zo'r pul ishlasa bo'ladi, uyda bu. O'zi tushunmaydi nima haqida gapirayotganini, o'zi test qilib ko'rmagan. Men mana realniy bozorda ishlab, targovoy оборот ko'tarib, 10 dollardan 10 dollardan 10 dollardan kirgizib, bir kirgizganda 100 dollar kirgizib, rasvo qildim hamma joyda. Boshqa joyda ishlagan pulimni boshqa joyga tiqib yubordim. Chunki tushuncha bor. Tradingda zo'r pul ishlasa bo'ladi, o'rganish kerak faqat. Qancha vaqt o'rganish kerak? Hozirgi zamonda o'rganish uchun unaqa ko'p vaqt kerak emas. Bironta ish boshlash uchun unaqa ko'p vaqt kerak emas. Videoning oxirida pul ishlash sxemasini sizlarga primoy mana shu videoning o'zida ko'rsatib tushuntirib beraman. Yana bitta pul ishlash sxemasini. Sarmoyasiz pul ishlash sxemasini ko'rsatib beraman даже. Tushuntirib beraman. Tradingga ketkazadigan vaqtingizni, pulingizni boshqa yo'nalishga sarflasangiz, sizda imkoniyat ko'proq bo'ladi. Bunda ham shans 50 ga 50 bo'ladigan bo'lsa, kazinoda ham 50 ga 50 deng. Bu sizga pul qaytarib bermaydi, rebitmi? Shunaqa narsasi bor. Kazino oldimi? Pulingizni oldimi? 100 so'm olsa, 96 so'm pulingizni qaytarib beradi. Tushunyapsiz? Kazino o'shanaqa talab bilangina ishlaydi. Trading sizga pul qaytarib berishga majbur emas. Sizga deganda imminna sizni nazarda tutmayapman. Qarang. 10 ta odam keldida 1 million pul yutqazdi kazinoda. O'sha 1 million puldan 960 ming pul qaytib boshqa o'yinchilarga chiqib ketadi. Kazino o'sha 4% ga ishlaydi. 4% uni nimasi? Foydasi. Tradingda unaqa narsa yo'q. Bu yerda kimdir yutadi, kimdir yutqazadi, lekin qaytarib berish degan narsa yo'q. Endi aqllilar chiqadi-da, bozor shunaqa ishlaydi, bozor o'zi shunaqa bo'ladi, uydi deb aqllilik qiladi. Sizni 10 dollar, 20 dollar, 500 dollar, 1000 dollar pulingizni brokerlar orqali savdo qilamiz. Broker realniy bozorga olib chiqmaydi. 99%, 90% holatda 99 demay, 100% garantiya bermayman, 100% garantiya beraman degan odam moshennik bo'ladi. 90% holatda brokerning ichida savdo qilasiz siz. Siz broker bilan talashasiz. Sizni omadingiz kelaversa, yaxshi tomonga qarab yuraversangiz, broker sizni shotingizda nimani, liniyani kerak bo'lsa, bitta chiziqqa ko'taradi, stop lossingizni olib tashlaydi. Pulingizni likvidatsiya qilib tashlaydi. Pulingizga kuyasiz, boshqa qilasiz. Broker qaytarib berishga majbur emas. Kazinolar qaytarib berishga majbur. Men kazino yaxshi demoqchi emasman. Kazinoning yaxshi tomoni, ekranda bu tursin. Kazinoning yaxshi tomoni, siz bilasiz buni moshennikligini, qaysidir ma'noda yaxshi narsa emasligini. Ludamaniyaga kirib ketib qolishingiz mumkinligini, ko'p pul yutqazishingiz mumkinligini bilasizda, ozgina pul yutqazgandan keyin psixologik to'xtashga harakat qilasiz. Tradingda ana shu narsa yo'q. Men yomon ish qilyapman degan narsa xayolingizda bo'lmaydi. Shuni hisobiga siz dalshi kirib ketasiz. Kazinoda to'xtashga harakat qilasiz. Psixologik tomonlama. Men ana ludamanlar haqida gapirmayapman. Men imminda pul ishlashga harakat qiladigan yoki o'zini biladigan odamlar haqida gapiryapman. O'zini biladigan odam kazinoga kirdimi? Bu kazino bu yerda mana 200 dollar pul yo'qotdimmi? To'xtayman degan narsa miyada bo'ladi baribir. Ludamanlar kirib ketaveradi. Ludamanlar tradingda ham kirib ketadi. Lekin o'sha normalniy odamingiz, o'sha kazinoda o'zini to'xtata oladigan odamingiz tradingda o'zini to'xtata olmaydi hech qanaqasiga. Tushunyapsizmi? Tradingda o'zini to'xtata olmaydi. Sabab yomon ish qilyapman degan narsa yo'q psixologik nima bilan. Miyangizda yomon ish qilmayapman men, omadim kelmadi prosta degan narsa bo'ladi. Kazinoda o'zi bu yaxshi narsa emas, yomon ish qilyapman deb turib to'xtatasiz. Mana shuni to'g'ri tushungan odam kazino yaxshiroqligini tushunib yetadi. Xo'p, qaytamiz. Qaranglar. Boya aytganimdek, psixologik nuqtai nazardan normalniy o'zini biladigan, o'zini tushunadigan odam kazinoda yomon ish qilmayapman. Tradingda men yomon ish qilmayapman, prosta omadim kelmadi deb o'zini bilgan odam ham pul kirgizib yuboradi. Kazinoda o'zini bilgan odam to'xtaydi. Shu tomonlama kazino yaxshiroq. Kazino yaxshi emas, yaxshiroq. Mana shu sifat solishtirganingizda yaxshiroq. Trading bilmadim, o'zimga to'g'ri kelmadi. Mana bu yerda qarang. Yo'q, buni ko'rsatmaymiz. Mana bu yerda men eski bitta narsam bor.
Telegram kanalim bor. Strategiyalar orqali pul ishlash. Bu kazinodan pul ishlashadi. Bunda harakat qilib pul ishlab. Prosta mana buni ko'rsatib beray. Mana buni. 1.3 koeffitsient bilan, 1.3 koeffitsient bilan qayerda qanday qilib ishlashni hozir ko'rsataman. 30 kun davomida ishlasangiz qancha pul ishlashingiz mumkinligi mana bu yerda ko'rsatilgan. 10 ming bilan, 10 ming so'm bilan. 10 ming so'm tikasiz. Har kuni bittagina 1.3 stavkani olasiz. Siz juda ham katta pul ishlashingiz mumkin. 28 million pul ishlash mumkin. Agar omadingiz kelsa. Xuddi o'sha tradingdagi omad. Faqat kallani joyiga qo'ygan holatda. 10 ming, 100 ming, 1 million pul bilan. Mana bu tablitsani videoning tagida ikkita Telegram kanal bo'ladi. Bittasi o'zimning primoy Telegram kanalim, bittasi imенно o'sha strategiyalar orqali pul ishlash Telegram kanali bo'ladi. O'shanga o'tib o'zingiz mana realni hisoblab chiqishingiz mumkin. Buni hozir realni ko'rsatib ham beraman. Faqat qarang, qaysi o'yinda? Любой o'yinda. Akacha hamma yaxshi ko'radigan, hamma biladigan o'yinlardan bittasi. Lekin buni yashirib qo'yishim kerakda YouTube ga chiqazayotganda qandaydir qilib. Mayli, ko'ramiz qanday yashirishdi. Bizga 1.3 strategiya bilan 1.3 strategiya bilan nima kerak? Bir martagina ishlashimiz, yutishimiz kerak xolos. Bir kunda bir martagina avtovыводga qo'yamiz, avtovыводga qo'yamiz. Mana eng pastki nuqtadan uchib ketdi hozir. 10 ming so'm pulni qo'yaylik. 10 ming so'm ulguramizmi? Ulgurdik. Mana stav ulgurmadik. Ulgurganimizda hozir mana shu 1.3 ta olgan bo'lardik. Qarang, odatda 1.3 ga yetmasdan, 1.3 ga emas, 1.1 ga yetmasdan turib uchib ketsa, keyingi stavka yaxshiroq bo'ladi. Lekin 1.1 ga yetmasdan turib ikkinchi marta uchib ketsa, undan keyingisi yana ham yaxshiroq bo'ladi. Odatda shunaqa. Bozorni prosta analiz qilasiz. Bozor, qarang, bozor deyapman. 3 oy 4 oydan beri mana shuni ichida yurganim uchun hamma joy bozor bo'lib ketdi menga. Katta koeffitsiyentlar ushlash, boshqa narsa yo'q. Ularni qo'yamiz. Strategiyalar juda ko'p. Mana Telegram kanalida o'zida har xilcha strategiyalar ko'rsatilgan. Mana kanalga kirasiz, strategiyalar orqali pul ishlashga. Tepada qotirilgan сообщение bor. O'shani ustiga bossangiz, strategiyalar ham ko'rsatilgan, ro'yxatdan o'tish ham, pul kirgizish, pul chiqarish hammasi ko'rsatilgan. Tayyor. Qanday tushuntiray? Tushuntirmayman, prosta ko'rsatib beraman. Videoni pauzaga qo'ymaymiz, hech nima qilmaymizda 3 marta yutamiz. 3 marta. Сложный процент, qiyin protsent degan narsa bor. O'sha сложный protsent orqali pul ishlashga harakat qilamiz. Hozir pul tikishim kerak emas, prosta ko'rsatib berish uchun nima qildim. Xuddi shunday bo'ldi. Qarang, mana bitta yomon uchib ketdi, ikkinchisi o'xshash ehtimoli katta, o'xshash ehtimoli. Lekin ikkinchisi ham o'xshamadim, 3-chi, 4-chilari aniq katta e'longa boradi. Mana bitta ushadik, 13 mingdan. Bu yoqda sraz 13 mingga aylantiramiz. 13 mingga aylantirdik. Bir kunda 4 ta yaxshi mana shunaqani ushlab olsak, 10 ming so'm risk qilib. Bir kunlik choy pulingiz bor. Mana hozir prosta ko'ramiz. Bitta uchib ketdi, mana bunaqa 1.2 dan. Ya'ni odamlarning tikkan pulini yechib olishini, mana bu yerga e'tibor bering. Odamlar pul tikyapti, katta summalarni. O'shani yechib olishi. Yechib oladi. Boya aytganimdek, 10 million pulni oladi kazino. 9 million 960 ming pulni 10 million. 9 million 600 ni qaytarib beradi. Hozir mana qaytarib berdi. Mana ko'pchilik olyapti. Bundan keyin kirish kerak emas. Chunki pulni qaytarib beryapti. Prosta istoriyaga kirsangiz ham xuddi shunday. Kichkina stavka bo'ladi. Hammadan pulni yechib oladi-da, keyin mana yaxshi stavka, yaxshi nimalarni qaytarib beradi. Pullarni qaytarib beradi. Hozir mana shuncha odamga pul qaytarib berdi. Qaytarib beryapti. O'zini bilgan odam, tushungan odam, mana bunaqa katta stavkalarni, katta X larga umuman qiziqmaylar, olib kirib ketib qoladi. Lekin bitta o'sha siz urishaysiz bunda ham. Mana hammaga pul qaytarib berdi. Hozir umuman kirmaymiz. Prosta logichskiy o'ylab qaraysiz-da, o'shaning orqasidan pul ishlashga harakat qilasiz. Pul qaytarib berib bo'ldi hozir. Hozir odamlarni endi pulini shilishga harakat qiladi. Sabab olgan pulini qaytarib berdi. Mana qancha odam pulini chiqaza olmadi. Ko'ryapsizmi? Hozir yana shilishga harakat qiladi. Oladi, beradi. O'sha olib bergan paytda 4% pul kazinoning foydasi bo'ladi. Mana shuni prosta shuni tushunsangiz bo'ldi. Analiz ham unaqa mana ko'pchilikning pulini ishlab oldi yana. Lekin bizga bunaqa pul ishlishi qiziq emas. Bitta, ikkitagina bo'lish kerak. Olganlarni nimasi? Pulini olganlar, Korochi. Mana bu yerda yana ko'pchilik pulini oldi. Bizga qiziq emas. Pul olayotgan payti hamma pulini shilib oladi. Kazino shilib oladi. Mana yana berdi. Shuncha odamga berdi yana. Endi qaytarib olish kerak. Mana shuni tushunamiz. Mana shu oynaga qaraymiz. Mana bu yerda chat bor, chatni qayerdan o'qib mana. Chat umuman kerak emas. Hozir yana beradigan bo'lsa,
Keyin bitta qattiq qarang, ketma-ketlikda beradigan bo'lsa, yaxshi beradigan bo'lsa, yo'q, bu yoqda yaxshi bermadi. Tiksak ham bo'ladi, tikmasak ham bo'ladi. Uverin bo'lishi uchun bitta, ikkita 1.1 dan kamini, 1.10 dan kam uchishini kuting. 3 marta. 2 marta o'shanday kam uchishini kuting. Undan keyingisi 80-90% ehtimol bilan 1.3 dan baland bo'ladi. Biz hozir uni kutib o'tirishga vaqtimiz yo'q. Men просто sizlarga sложный protsentni ko'rsatib beraman. Meni balansim yetarli darajada 10 ming, 13 ming pulni mana hammani shildi. Keyingisiga tikamiz biz. Siz lekin bitta emas, ikkita mana shunaqa 1.1 dan kamini kutib, keyin pul tiksangiz 80-90% holatda o'xshaydi. Mana yana shilib oldi. Men-ku nima deydi? Hozir nima qilyapman? Mana ikkita. Hozir sizlarga aytgan narsam mana ikkita. Bu yerda hali ham 1.1 emas. Siz 1.1 ni kuting. 1.1 dan o'tsangiz 80% ehtimol bilan bemalol yutishingiz mumkin. Mumkin yutasiz emas. Endi 16 ming qancha yutdik? 16 ming qancha yutdik? 16 ming 900 midi? 16 ming 900. Tasavvur qilamiz, biz ikkita 1.1likni kutib turdikda, 1.1 da uchib ketdi. Keyin hozir yana o'sha yutganimizdan keyin pul tikamiz. Tasavvur qilamiz. Men sizlarga ko'rsatib beryapman. Menda balans yetarli darajada, sizlarga riskovать qilib ko'rsatib berish uchun, video cho'zilmasligi uchun. Biz 2 marta yutdik уже. Narasvo, mayli. Tasavvur qilamiz. Men shunchaki ko'rsatib beryapman. Uchinchisida. Bu 3-chi stavkamiz bizni. Aniq o'sha ikkita minus ketganini ushladikda 3-marta yutdik mana. 3-marta yutdik. 10 ming so'm pulimiz уже 21970 so'm bo'ldi. 21970 so'mga aylandi. Endi undan keyin yana bir marta kutib turib, ikkita eng minimal uchib ketgan joyini ushaymizda, keyin mana yana tikamiz. Tasavvur qilinglar, biz o'sha kutib ushladik. O'shunaqa momentni. Men shunchaki ko'rsatib beryapman, sложный protsentni ko'rsatish uchun sizlarga. 29 ming bo'ldi уже salkam pulimiz. Siz faqat o'shanaqa joyini ushlashingiz kerak xolos. 29 ming, 20 mingdan o'tdimi? 21, 29, 19 mingni shunday olib qo'yib, qaytadan boshlang. Sizda уже ikkita keyingi ikkita urinish uchun 10 ming so'm pul. Birinchi boshlanish tikkan pulingizda qaytarib olib qo'yasiz. Mana bunda yana bir marta ko'rsatyapman. Ana shunday qilib, mana birinchi kun yozilgan, bu birinchi stavka. Birinchi kun deb qabul qilsangiz ham bo'ladi, birinchi nima deb qabul qilsangiz ham bo'ladi. 6-harakatda o'sha pulimiz 48 ming bo'ladi. 6-harakatda o'xshasa. 10-harakatda o'xshasa 136 ming bo'ladi. 10 ming pulingiz. 100 mingdan stavka qiladigan bo'lsangiz, xuddi shu narsa bilan o'sha 1 million, 1,5 million pul ishlaysiz. Eng qizig'i sложный protsentda yaxshi tomoni 10 ming so'm bilan boshlagandan keyin riskovать qiladigan pulingizni, ya'ni mana 10 ming bilan boshladingiz, 48 ming bo'ldimi? Ikkita. Keyingi urinish uchun ikkitaga yana pulingizni ajratib qo'yasiz. 28 ming bilan davom ettirasiz. 28 ming mana. Xo'p, 48 ming bo'lgan payti, 6-chi yutgan paytimiz, 4-chi qadamga qaytamizda, 28 ming pul tikamizda, 20 mingni olib qo'yamiz. Mana shunday qilib ishlash ehtimolingiz juda katta. O'zini biladigan, o'zini tushunadigan odamlar kirsin, yutqazish ehtimolingiz juda katta. Mana bu yerda to'liq hamma narsa ko'rsatilgan. Keyin kazinoni yomon tomoni ham bor, yaxshi tomoni ham bor. Yomon tomoni sizni pulingizni chiqazib ola olmasligingiz mumkin. Zerklo degan narsalari bor. Mana bu yerda men to'liq qilib silkalarini, primoy silkalarni qo'yib qo'yganman. Umid Karimov degan promokod bor. Kirgizsangiz menga foyda bo'lishi mumkin. Kirgizmasangiz ham menga shart emas. Kirgizmasalaring bermayman, o'rgatmayman, yo'q, unaqa narsa yo'q. Mana Telegram kanaliga o'tasiz. Mana silkasi bor, primoy silkasi. Mendan ishonchli joyini. Agar promokod kirgizsalaring menga foyda berasizlar. Kirgizmasalaring bemalol saytdan foydalaninglar. Faqat ishonchli joyga kiringlar. Tushunyapsiz-a? Promokod kirgizsangiz menga foyda. Promokod kirgizishingiz uchun silka qo'yib qo'yganim yo'q. Promokod kirgizsangiz ham, kirgizmasangiz ham mana silka. Faqat o'zimni foydamni o'ylab gapirib ko'rsatayotganim yo'qligini tushuntirmoqchiman sizlarga. Endi sarmoyasiz pul ishlash. Sarmoyasiz pul ishlash bu nima? Sarmoyasiz pul ishlash bu odamlarga kerak narsani taklif qilish. Oddiy kontent yaratish. Mana men sizlarga hozir o'tirib kontent yaratyapman. Endi menda sharoitim bor, sharoit borligini, sharoitim birdan bo'lmagan. Men ham boshlanishida 0 dan boshlab ishlagan odamman. Hozir mana bunaqa sharoitim bor. Kichkinagina sharoitcham, o'zimga yetarli. Yuqorida notebook turibdi, mana bu yerda notebook bor. O'zimga yarasha mana sxemalarni, sistemalarni yozib chizishga do'skan bor. Mana shu joyda o'tiribman hozir. Menda mana shuni qilish uchun 1 yil vaqt ketdi masalan, faqat shu bilan shug'ullanganimdan keyin. Sizlarda ham mana shu oddiy kontent yaratish orqali juda ham katta foydaga chiqish ehtimolingiz bor. Faqat bir kunda emas. Ishlab turgan ishingizni tashlash emas. YouTube kanalini oxiriga tushing, meni videolarim boshiga. Men ishda ishlab turib YouTube kanalni boshlaganman. O'zim ishimni qilib turib.
Keyin asta-sekinlik bilan ishdan chiqib ketib, hozir faqat shu bilan shug'ullanaman. Ozgina chorvam bor, chorva ko'paytirib, bu yerdan foyda olib chorva qilaman. Ana shunday qilib moliyaviy erkinlik deydi. Moliyaviy erkinlikka chiqsangiz bo'ladi. Kontent qanday yaratiladi, qanaqa qilinadi, nima qilinadi degan savollarning javobi hozir men sizlarga bersam bo'ladi. Yoki mana hozirgi kunda o'sha hamma biladigan ChatGPT degan narsa bor. Shu yerga kirasiz. Shu yerga kirasiz. Xo'p. Mana shunga yozasiz. Hozirgi kunda nima qilib, qanday qilib odamlarga foyda bersam bo'ladi? Qanday qilib pul ishlasam bo'ladi emas. Qanday qilib odamlarga foyda bersam bo'ladi deb savol berasiz. YouTube orqali nima qilib odamlarga foyda bersam bo'ladi? Keyin o'shaning orqasidan pul ishlasam ham bo'ladigan variantlar bormi deb. Prosta savol berasiz bo'ldi. Eng qizig'i biz o'zimiz emas. Siz hozir hech nimani bilmasligingiz, hech nimani qila olmasligingiz mumkin. Hech nimani. Lekin yana bir marta aytyapman. ChatGPT bor. Siz hamma narsani qila olasiz. Hamma narsani qila olasiz. Men aytgan gaplarni, bugungi videorolikda aytgan gaplarimni hammasini shundayligicha olingda, ChatGPTga tashlang, erinmasdan. Mana shu bloger shunaqa deyapti, mana shunaqa narsalarni ko'rsatyapti. Tradingni yomon dedi-da, kazinoni reklama qildi. Fikring qanday deb. Lekin eng asosiysi kazinoni reklama qildi-da, o'zini referal silkasini bermadi, ya'ni promokodini bermadi degan gapni ayting. Tushuntiring, nimaga men yomon dedim, nimaga yaxshi dedim. Mana bu ham o'zini fikrini aytsin. Bu eng aqlli narsalardan bittasi. Kichkinagina bolacha bor deylik, hamma narsani biladi, lekin nima qilishni bilmaydi. Hamma narsani biladi, lekin nima qilishni bilmaydi. Sun'iy intellekt g'oya bo'lsa, eng kuchli qurol. G'oyangiz bo'lmaydigan bo'lsa, bir tiyinga arzimaydigan narsa. Yomon, yaxshi deyish kerak emas. G'oyani ushlash kerak-da. O'shaning orqasidan tushib, bundan foydalanish kerak. Nima? Bundan foydalangan holatda pul ishlash, kontent yaratish. Hozirgi kunda kontent yarata olsangiz, sizni orqangizdan kelayotgan odamlar sizga pul bera oladi. Sizda trafik, kontent yaratish orqali trafik yig'sangiz, o'sha trafik orqasidan pul ishlashingiz mumkin. Oddiy mana g'oya. Tush ta'biri yo'nalishida deylik. YouTube blog deylik, YouTube emas. Blog Yurgaz yordam bera olasanmi? Nima qilishim kerak deb yozamiz. Odamlar tush ko'radi, hamma tush ko'radi. Ayollar juda ham ko'p qiziqadi. Ayollar auditoriyasi pul ishlash uchun juda ham yaxshi. Internetdan ayollar narsa sotib oladi odatda. O'shani hisobiga agar biz ayollar auditoriyasini yig'a olsak, biz juda ham yaxshi pul ishlashimiz mumkin. Mana sizga sistema. Tush ta'biri bo'yicha blog oching. Tush kaliti, tush ma'nosi, mana o'sha brendlarni ham hamma narsani ko'rsatib beryapti. Sizga tushuntiryapti. Любой videorolikni tushunmagan joyingiz hammasini ko'rsatib beradi. Tush ta'biri yo'nalishi bo'yicha blog ochasiz, o'zingizni ko'rsatmasangiz ham bo'ladi. Telefoningizni shunday stolga qaratib qo'yasizda. Tush ta'biri kitob qo'yib qo'ying, shamcha qo'yib qo'ying, bir qanaqadir kichkinagina atmosfera, uyingizdan topiladigan atmosferani qilingda, o'sha yoqqa oddiy oq varaqqa tushda mana shunaqa narsa ko'ribdi. Obunachimiz, mana shunaqa obunachimiz tushadi. O'shani ta'birini ko'ramiz, ta'birini tushuntiraman deb turib, o'shani oling bo'ldi. Bitta videoroligingizga yarim soat vaqtingiz ketmaydi. Qanday montaj qilaman deb CapCut'dan so'rang, CapCut'da montaj qilasiz. Qanday montaj qilaman deb turib bundan so'rang. Men hammasini og'zaki tushuntirib bera olaman. Lekin sizga mana yozma ravishda tayyor telefoningizda eng qizig'i. Men kompyuterdan foydalanaman, menga qulay. Sizlar telefondan boshlaslaring bo'ladi. Men ham telefondan boshlaganman. Mana sizlarga sistema, sxema, pul ishlashning oddiy yo'li. 2 oy men aytganday qilib o'sha tush ta'biri yo'nalishida bir kunda bir dona videorolik qo'yib 2 oy shug'ullaning. Sizda o'sha katta auditoriya bo'ladi. Qanday katta? 1000 ta 1,5 mingta auditoriyangiz bo'ladi. Ana shu 1000 ta auditoriyangiz bilan bir oyda 400-500 dollar pul ishlay olasiz bemalol. Faqat qiling. Mana 30 kunlik postlar ro'yxatini tayyorlab beraman deyapti. Qilib beradi. Mana shuni shundayligicha olamiz. O'zi ko'proq narsa bersangiz, to'g'riroq to'g'riroq tushuntirib bera oladi. Mana 30 kunlik ro'yxat, postlar ro'yxati. Ushbu kanal nima beradi? Tushda ko'rishni nimani anglatadi? Mana 0 dan tush ko'rishni yaxshiligi yomonlik, tushda. Mana sizga tayyor sistema. Nima kerak yana? Hamma narsa mavjud. Tradingga yopishib, trading yomon demoqchiman. Trading yomon tomoni juda ham ko'p.
Tradingni 5 oy o'rganishimiz kerak, 6 oy o'rganishimiz kerak, $1000 pul kirgizishimiz kerak, $20,000 yutqazsakgina faqatgina trader bo'lamiz. Katta pul bo'lmasa tradingga kirish kerak emas. Gap so'z juda ham ko'p. Lekin hozir nima ish qilyapsiz? Dehqonmisiz? Dehqonchilikni qilingda yarim soat vaqt sarflab mana shu ishni qiling mana. 30 kunlik sizga nima mana shu yo'nalish bo'yicha ishlashingiz kerak. Undan keyin qiladigan ishingiz men hozir bunga tushuntirayotganim ham yo'q даже. Shundayligicha olamizda mana qo'yamiz. Sizga mana shu birinchi postingizni ham tayyorlab beradi. Mana yana nima kerak sizga? Variant juda ham ko'p. Faqat mana tayyor post, mana shuni videoda gapirib chiqing bo'ldi. Qo'lingizni ko'rsatib prosta. Endi qo'lni faqat sal yuvish kerak. Dehqonchilik qilayotgan joydan kelib turib ishlash emas. Qo'lingizni agar og'ir ishda ishlaydigan bo'lsangiz, usta bo'lsangiz, duradgor usta, yuk ko'taradiganlar, hammol yuk ko'taradigan bo'lsangiz, nima ish qilishingizdan qat'iy nazar, qo'lingizda agar qora-qora tirnoq orasida qora-qora narsalar bo'ladi, ana shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, videodan oldin 20 minut qo'lingizni iliq suvga tiqib, keyin yaxshilab yuvib tashlab, keyin boshlaysiz bo'ldi. Atak toza ishni ishlaydigan bo'lsangiz, sizda umuman nima bo'lmaydi. Og'ir ishni ishlayotgan bo'lsangiz, tim bo'ling, boshlang. Og'ir ishingizni qilingda, yarim soat vaqt sarflab, mana shu ishni qiling. 3 oyda ishingizni tashlab, polni onlaynga o'tib ketasiz. Telegram kanalda qo'shimcha ma'lumotlar bo'ladi. Telegram kanalga o'tinglar. Telegram kanalda ekranga chiqarib qo'yarman balki. Bo'lmasa videoning tagida. Telegram kanalda, короче, ko'rishamiz, gaplashamiz. Bu emotsionalniy rolik bo'ldi. Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, videoning tagiga men ko'rdim deb yozib qo'ying. O'zingizni ehtiyot qiling, charchamang.